Bugun e'tibor markazimizda ko'pchilikka qiziq bo'lgan o'sha mashhur Foton Trackmate 2 qo'sh balon mashinamizni promtovarniy ko'rinishi. Video boshlashdan oldin videoga like va podpiska bosishni unutmang. Mashinamizni salon qismidan keladigan bo'lsak, salon qismi o'sha ko'rganingizdek sidinasi ancha enli bo'lib ishlangan, kattaroq ishlangan, ya'ni gavdali yo'lovchilar bemalol ketadi, shoferga xalaqit bermasdan bemalol ketsa bo'ladi. Mashinamizda konditsioner bor. Isitish tizimlari yaxshi. Mashinamiz motor tizimiga keladigan bo'lsak, 1.6 Dons motor bilan jihozlangan bo'lib, 111 ot kuchlik mashina hisoblanadi. Mashinamizning rama qismini ko'rsataman, keling. Mashinamiz 2 qavatlik qalin ramalar bilan jihozlangan. Buni o'rtasiga qalin rezina qo'yilgan. Bu rezinani qulayligi sizga og'ir yuklarni olib yurganda mashinani sakratgan paytlarda, ya'ni g'adir-budur yo'llarda bo'lganda kuzovga og'irlikni berib mashinani shaqillatib qo'ymaydi. Ya'ni bu mashinaning umrini uzoq chidab berishiga xizmat qiladi. Mashinamizning orqa qismini ko'rsatib o'tamiz. Ichlari fanerni, qalin fanerni obshivka bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin, ichlari ancha keng. Bemalol o'zingizni tovarlaringizni tashlab yurishingiz mumkin. Yon tomondan eshiklar qo'yilgan. Sizga ko'rsataman. Bu aytgancha bunda kalitda qulab qo'ysangiz bo'ladi. Bu eshiklarni hamma eshiklarni kalitda qulab qo'ysangiz bo'ladi. Va orqa tarafda ham qulay eshiklar qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Ichki taraflari o'sha hamma taraflar, tepasi, yoni, chet yon faner bilan jihozlangan. Poliga keladigan qattiq plastik, ya'ni bunda rohlarda bemalol yuklaringizni chiqarib tushirsangiz, pol sinib yoki yedirilib qolmaydi. Baquvvat plastik narsa qo'yilgan. Mashinani buni orqa eshiklari ochilishi, yopilishi anchagina qulay. Mana ko'rishingiz mumkin. Bemalol ochib yopish oson. Bunda ham kalitlar mavjud. Mashinani qurib qo'yishingiz mumkin. Orqa faralariga keladigan bo'lsak, yorug'lik yaxshi. O'sha stopkalarda pоворотlar yaxshi ko'rinadi. Shu ko'rib turganingizdek qo'sh balon. Bu ko'pchilik o'zi qo'sh balon qidirib yurishadi. Nimaga deganda qo'sh balon mashinasi yo'l tanlamas va umri uzoqroq bo'ladi. Ya'ni yuklarni ham ko'p, og'ir yuklarni ham bemalol qiynalmasdan ko'tara oladi mashina. Yonida bu yoqqa metan, propan, gaz balonlarini bemalol o'rnatishingiz mumkin. Bunda muammo aslo bo'lmaydi ham. Chunki bu metan yoki propan gazdagi bemalol birga-bir bemalol tushadi. Mashinani mana ko'rishingiz mumkin. Mashina rul qismi gidravlический rul ko'rsataman mana. Buni ovozini ham bitta eshitib ko'ring mana. Ancha yumshoq, yaxshi. Rullari ham ancha yumshoq, buni gidravlический bo'lgan hisobiga. Mashinamizda magnitofon bilan jihozlangan, USB, AUX, Bluetooth hammasi bor. Konditsionerni boya aytib o'tdim. Aytgancha oynalari elektronniy chiqib tushishi, elektronniy. Mashinamiz pultli, kartlar pultli bo'ladi. Masofadan bemalol o'chirib qo'llashingiz mumkin. Ko'rib turganingizda mashinamizning ichki razmeri uzunligi 3.20 bo'lib, hozir balandliklari ko'rib turganingizda mashinaning ichki toza o'lchami 3.20, uzunligi eni 1.70 bo'ldi. Bu ancha keng hajmli kuzov hisoblanadi. Ko'rib turgan ushbu texnikangiz Arkbuloq savdo majmuasining ro'parasida joylashgan Ideal Texno Foton dilerlik markazida naqd holatda ko'rinishda turibdi. Buni o'zingizga qulay holda, ya'ni naqd bank orqali yoki lizing orqali xarid qilishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar orqali 71 203 10 40
call center markazlariga telefon qilib, menejerlarimiz sizga to'liqroq ma'lumot berishadi. Ideal Texno bir qadam oldinda.